5 sinf matematika mashq daftari 19-bet. 4 ni 2 mingga bo'lishimiz kerak. 4 ni oldin 2 ga, keyin chiqqan javobni esa mingga bo'lamiz. Mana bo'linayotgan narsamiz bizda 2 mingni berishi kerak. 4 ni 2 ga bo'lsak 2 ga, 2 bo'lingan 1000. Bu 0,1000 dan 2 degani. 36 ni 9000 ga bo'lishimiz kerak. 36 ni 9 ga bo'lsam 4 hosil bo'ladi. 4 ni 1000 ga bo'lsak 0,1000 dan 4. Keyingi misol. 832 ni 4000 ga bo'lishimiz kerak. 832 bo'luv 4 bo'luv 1000. Hop, 832 ni 4 ga bo'lsam, demak 2 0 8. Hop, shuni endi 1000 ga bo'lishimiz kerak. Virgul ajratsak 0,1000 dan 208. 1078 ni 7000 ga bo'lishimiz kerak. 1078 bo'luv 7. Hop. 1078 ni 7 ga bo'lsam 1 5 4. 0,1000 dan 154 bo'ladi. 4566 ni 6000 ga bo'lishimiz kerak. 4566 ni 6 ga, keyin esa 1000 ga bo'ladi. Hop, 45 ni ichida nechta bor? 7. Hop, 6 1. 0,1000 dan 761 ekan javobimiz. 1150 ni 5000 ga bo'lishimiz kerak. 1150 bo'lingan 5000. 1150 ni demak 5 ga bo'lamiz va chiqqan javobni 1000 ga bo'lamiz. Bo'ladigan bo'lsak, bu demak 230 bo'lingan 1000. Hop, 230 ni 1000 ga bo'lsak 0,1000 dan 230 bo'ladi. Oxiridagi 0 ni yozmasak ham bo'ladi. Ya'ni 0,123 ekan.